Hindistonda katta operatsiya o'tkazdik, o'tdi, baribir ko'miliga tushib qoldi bola. 5 yoshli bemorimiz bizning markazga juda og'ir ahvolda kelgan. Men ming rahmat aytaman yurtboshimizga. Murakkab bo'lsa ham rekonstruktiv operatsiyani qilish xulosasiga keldikda, bolani operatsiyaga oldik. Bu operatsiyadagi tug'ilgan kuni sutda bo'ldi, 5 yoshga to'ldi. Bolamni bir mahal ovqat yeyishiga dunyoyimni berardim deyman.